Assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan hurmatli akalarim, akalar, Ekogazda bugun Nexia 3 mashinasiga propan ustanovka qilib berdik. Qo'ygan zapchastlarimiz bilan sizlarni tanishtiramiz, akalar. Akalar, blok upravleniya kompyuterimiz Digitronning blok upravleniyasi bo'ladi, akalar. 2 yil garantiya beriladi bu blok upravleniyasiga. Hop, reduktorimiz Lavatto bo'ldi, aka, 160 ot kuchli. Original Fagumit shlankalar, original Polshani filtri, annarazviy, hop, mabdatchi, farsunkasini o'rnatish joyi. Mana shu yerdan kollektorlarga gazni sepib beradi, akalar. Mana ortiqcha narsasi yo'q. Akkuratna yo'llarni qilib qo'yildi, aka. Mana blok upravleniyamizni mana yerga joylashtirganmiz. Digitronning 2 yil garantiya beramiz. Bu reduktorimizga 1 yil garantiya beramiz. Lavatto reduktorimizga farsunkalari bilan faqat shu filtrlarni o'z vaqtida almashtirib tursalaring bo'ldi. Hop, arqalariga kelsa, arqalariga 40 tali zavodskiy shu Nexia 3larga tushadigan 40 tali tabletka balon bilan qo'yib berdik. Taylarni shomka qilib bemalol ko'rishlaring mumkin. Zaprachnikni pastiga o'rnatib qo'yganmiz, akalar. Turkiyani original zaprachniklarni. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, akalar, bemalol kela olasizlar. Propanlaringni qo'yib, mashinalaringni gazda yurg'izib beramiz. Manzilimiz, akalar, hop, G'ish ko'prikdan Chorsuga ketaverishda, muzikalniy shkolaga yetmasdan o'ng qo'lda Ekogazda biz, akalar. Bemalol kelaverasizlar. Boshqa ehtiyot qismlari ham bor. Remont, ligirobka, kompyuter, diagnostika, hamma ishlarini chotki qilib bitirib beramiz, akalar. Bu zapchastlarimiz narxi bozor narxida belgilangan. Bemalol kelishlaring mumkin, akalar.